Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Mana Soljon aka, ayni siz bugungi kunda nizo kelib chiqayotgan mana uchastkasiga kelib joyiga chiqib mana holat o'rganyapmiz. Nima bo'lgan? Shu bo'yicha qisqa mazmunni gapirib o'ting. 20 dona 90-yil menga uy-joy solish uchun berilgan bo'lgan. Taklif ta'minot bo'lgan. Tergov surishtirgan organlar ham buni tekshirib, oxir natijasiga chiqib faqat yerga tegishli aniqlagan. Lekin shu kungacha buni egaligini tiklayapman. Sababi buni soxtalashtirish davom ettirib, shu hujjatlar qalbakilashtirib, yana davom etib, men egalik tiklashga to'sqinliklar ko'payib ketyapti. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi, kadastr xodimlari tomonidan meros qilingan yerlardan noqonuniy taqsimlab, shu yerga ikkita bir xil yerda nima qilib, bir-birini chalg'itish bilan, shu qonun bilan chalg'itish bo'lyapti. Ana shu masalalar bilan bog'liq mana mahalla prokuraturaga tegishli idoralarga murojaat qilganmisiz? Barchasiga, hattoki Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga yozgan murojaatlarim Sharxon tumaniga yuboriladi. Bu yerda adolat o'rganilmay qolib ketyapti. Orada mana qancha vaqt o'tyapti? 10 yildan oshiq vaqt o'tyapti. 10 yildan buyon shu masala idora ovora sargardon bo'lib yuribsiz-a? O'zim xalqaro inson huquqlarini himoyalash mustaqilligini Andijon viloyati vakili bo'lsam, hech qaysi qonun organiga o'xshamaydi. Hozir meni vazirlarga, Oliy Majlis Qonunchilik palatalariga, yuqori qonun organlari barchasiga qilgan murojaatlarim chaqirib o'rganilmaydi ham. Prokuraturlar meni qabul qilmaydi, bosh tortadi qabul qilishdan. Ularga yetarli asosiy hujjatlarim bor. Biz esa voqea tafsilotini har tomonlama tegishli idoralarga, mas'ul idoraga yetkazish bilan bir qator holat har tomonlama joylashtirish asosida o'rganishda demak davom etamiz. Mana hozir bizda faqat tahririyatga kelib tushgan murojaat ostida ayni voqea tafsilotlari joyiga chiqib, Andijon viloyati Sharxon tumanidagi Qumtepa mahallasida yashovchi Solijon Jabborov uyga kelyapmiz. Murojaatni har tomonlama o'rganish jarayonida. Kadastr yig'machi. Assalomu alaykum. O'zi tanishtirib oling. Men Jabbor Rahimjon Qayumovich. Qumtepa mahallasining 2-uyda yashayman, mana shu xonadonda. 90-yil olganman. 90-yildan beri soliqlarni to'lab, muntazam yashab kelaman. Rahim aka, biz ayni sizni akangiz Hojim aka Jabborovning murojaati bo'yicha O'zbekiston Prezident apparatiga yo'llagan murojaat bo'yicha biz faqat rasmiy yuksak tahrir tomonidan bu holatni atrofida o'rganish bilan bir qatorda Hojim aka Jabborovning arizasini yuzasidan biz bosh prokuraturaga xat chiqarganmiz. Bu bo'yicha tekshirishda hozir prokuratura tomonidan ishlab o'rganayotgan jarayonda hali bizga hali yetib kelmagan yakuniy xulosa. Shuning uchun mana shu holatni joyiga chiqib holatni o'rganish mana bugun ayni Sharxon tumaniga tashrif buyurdik. Mana hozir yonimizda bu akangiz-a? Soljon aka, o'zi yaqindan tanishtirib, mana murojaat qilishda maqsad nima? Shu bo'yicha mana mahalla hamda mahalla raislari hamda mahalla vakillari birgalikda joyga chiqib holat atrofda ko'rayotgan jarayonlarimiz. Mana shu nizoli bo'lib, mana nizoli bo'lib, ukam ayoli, qaynotasi, akalar bilan tortishib o'rgan bo'lgan. Merasida restdan kelganda, bitta bir bola o'rka qilib yurgan ekan. Men nimalar tozalatishgan odam qo'yibdi, bu nimalarni yaxshilab tozalang. Nimalarni nima qiling desam, aka pulimga oldim, olaganim qilaman deb nimayaptim. Ya, pul o'zindimu, uyga bordim. Nimaga zoriq bilan yer sotib yuboribsizlar desam, onam rahmatli tirigida yer sotganim yo'qdi. Birov olibdi, ish qilyapti dedim. Keyin mahalla komitetga bordim. Endi marhumda Muxtasarxon edi, rahmatli o'lib ketdi. U keyin Avazbek degan siyosiy rais bor, shularga uchradim. Qanaqa nima qilyapsizlar ko'ryapsiz, daftarda kim nomli yerlar bor, kim nima qilyapti desam, ko'rib. So'laganda 15 sotik dedi, boqin nomida yer bor ekan, 14 sotik edi. 10 sotik nomida yer bor ekan. Rahimjon nomida desam, yo'q dedi. Nima sizlar taklif qilib beryapsizlar dedi. Qayerdan olaymi hujjatlar dedim. So'ramaysizlar bu qanaqa sotuvda qayerga qo'yildi desam, ya bu deb maqlashdi, qolaganiga boraver, qo'yaver deb.
Men prokuraturaga chiqishga arz bersam, inobatga bo'ldi. Milliy xavfsizlikka kirish rejalashlar orqali arz bergandan keyin tergov ishi boshlangan. Tergovda 4 ta 5 ta tergovchi ko'rdi. Bari jinoyatlarni ko'rib turib yashashib kelaverdi. Oxirini majbur nima bo'lgandan keyin Toshkentdan nima bo'lgandan keyin olib chiqildi. Tergovchilar olib bordi, haqiqatda hamma rasmiylashtirgan aniqlandi. Aniqlangandan keyin endi bu yerda egaligini tiklanmayapmiz. Sababi soxtalashtir hozirgacha yana davom etyapti ekan. Surishtirib kelsak. Yo, uni nomiga tafsil nima qilamayapmiz, yo men bu dokumentni qilgan. Tergov surishtiruv qarorlarini men sizga taqdim qildim. Boshqa ma'lumot. Endi eng qizig'i arxivda yo'q ma'lumotlar, soliq idorasidan chiqmagan ma'lumotlar bugunga kelib paydo bo'lib qolyapti. Qayerdan kim tomonidan qanday nima qilyapti, uni bizga ma'lumot berishmayapti. Shu 14-yilda men olganman ma'lumot firminni bilan keladi bergan qonuniy. Bularga oddiy varaqlarda 500 900 15-yil merosni taqsimlanib bo'lgan hammasi. Bular yana u meros yerda yana talon-toroj qilishyapti. Hozir uchastka o'lmas, buni ko'rib beraman. Lekin u yerdagi xalqlik yerda. Ram aka, Uzr. hozir eshityapsiz, aka o'tirgan munosabatlarni. Endi qonun idoralari tekshirdi. O'zlari hal bersin. Endi aka, mana hozir kelib tekshiryapsiz. Men yana noldan bu prokuratura boshlig'iga asli dokumentlarni qilib beralmi? Omala odam chaqirib so'rasa, hamyochkada akam nomiga 6 sotik yer berilgan bo'lgan. U yerda sotib yegan odamigacha, sotgan odamigacha men dalil isbot bilan chiqarib berdim. Bu xalqning ichida bir jabrlanuvchi yugurib yurish kerakmi, prokuror o'zi oqtarib topib, o'zi nima qilish kerakmi? Ashtomonlarni inobatga olsangiz, kim bu yerda men mana akam guvoh, mashina aylantirib ko'ring. Hamma joyini o'z mablag'imga solganman. Mana 90-yili mana yer soliq to'lagan haqida solig'im. Mana soliq qog'ozim. 5 sotik alohida yerga to'layman, 9 sotik bu yerga to'layman. Bu dalolatnoma o'sha tomon o'sha paytda tuzilgan. Endi bu bekor qilinishi mumkin. Men yana yugurishim kerak. Bu dalolatnomani akangizdan ishtiroki bo'lganmi? Yo'q, bo'pti. Ha, bo'lgan. Qog'ozi qaysi? Mana. Bu qarordan ko'chirma-ku, yo'q. To'g'ri. Buni ko'r, ayas buni Shashilmaydi. Mana men ko'raman. hozir mana xo'jalik kitobidan ko'chirma. Mana buniki mana Jabbor Rayonning nomida 09 yer bor deyilgan. Mana. Mana shu yerda mana xo'jalik kitobining nimasi? Ha, men qarang. Hamdaga ota nomida 14 yer. Bu 15-yili taqdim men o'tiraman. Taqdim qilgan bulardan. Yo'q, sojiniga, to'xtang. Mana bu 5 sotikda men o'tiraman, ana shu yerda mana 14 sotik yer ko'rsatilgan. Mana 05 sotik yerda yer bitta, 9 sotik yerga alohida soliq to'laydi. Ikkovi bo'lib 14 sotik yer mana. 14 sotik yerga soliq to'lab kelaman. Qani solig'ingiz qog'ozingiz? Mana qog'oz. Mana shu soliq. Mana shu soliqdan berilgan qog'oz. Sizga ma'lumotlar to'g'rimi? Ma'lumot mana shu. Endi mana yaqinda chiqqan nimasi? Hali qaror deyishdi, bu qaror emas ekan, u nima ekan? Asha yangi hayot tuman xo'jaligini nimasi ekan? Shu narsa bor hozir. Yerda faqat qaror yo'qligi uchun nima o'tkazdi? Qaror qani? Qaror yo'q bu yerda. Shuning uchun mana shu mojaro bo'lyapti. Endi akam mana hozir tekshirib o'zingizdan ko'rishingiz mumkin. Menga javob xatlari kelgani 20 marta sotga chiqdi. Endi uni bilmayman, omili men mana shu yerda yashab, mana akam o'zidan so'rang. O'z mablag'imga mana shu uylar solganman, betonlarni quyganman 95-yili betonlarni quyib 2005-yili yo'q 2005-yili betonni quyganman. Betonni qo'yib mana shu bir xona uyda tiklab, mana shu yerda nimani boshlaganman. Maydan dekonchilik qilaman. Bir xonanimi? Bir xona, arqa tomoniga beton quygan, bu ashin nima bo'lib, mablag'im yetmaganligi uchun shunday bo'lgan. Arqa tomonda tovuqlar boqaman. Xonalarda mollarim bor. Bu bo'yicha 3-4 ta. kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishda akangiz ishtiroki bo'lganmi? Qaysi kadastr hujjatlari? Hali kadastr bo'linmagan bu. Qilinmagan. Solig'ini to'layman, nima qilib kelaman. Shu kadastrga Qaror ham yo'q. qarori ham yo'q.
Demak, Endi sizdan bir katasi yo'q, iltimosim, demak, sizdan bir hozir demak qaror hali katasi bo'lmagan ekan, nizolash ostida hali yotibdi. Ha. Shunga rasmiylashtirilmagan hodisaning, to'g'rimi? Demak, faqat bitta Mana solig'ini to'lab. Ha, demak, soliq, yer solig'ini to'lab kelyapti. To'lab kelaman. Ko'rsatdi, biz uni ko'rdik. Asosiy masala endi nima? Endi ahillik bilan ahillik bilan masala meni bir to'xtamga kelishingiz men o'ylayman Alloh muvaffaq bo'ladi. Negaki, mana siz ham yoshingiz bilan ancha borib qo'ygan aka bilan, to'g'rimi? Bu hech kim emas, bu oilaviy nizoni o'zaro tinch yo'li bilan qilish kerak. Mana marhum ota-ona o'tib ketganlar, Alloh ruhi shod bo'lsin. Ruh shod bo'lsin. Ota-ona o'tib ketganda aka bir-birini menimcha bu yaxshi bo'lmaydi. Chunki biz mana ayni masalani biz bosh prokuratura tomonidan o'rganayotgan qanchalik o'rganyapti hali yakuni bu xulosa hali bergan, hali o'rganayotgan jarayonda bu bosh prokuraturani nazoratda ishlaydi. Shuning uchun mana biz kelib siz bilan biz mana yuzlashib, akangizga mana yuzlashib, u ham fikrini bildiryapti, siz ham fikringizni bildiryapti, to'g'rimi? To'g'ri. Demak, hamjihatlik bilan qancha vaqt oralig'ida imkon bersa, biz to'xtam kelish bo'yicha bir xulosa chiqara olasizlar. Nima deysiz? Endi aka, Mana mahalla hollar ham keldi. bir narsa iltimos, menchi yer 1 metr joyga boraman. Hammamizdan qoladi. Meni hamma yo'g'im Alloh ishga yetarli. Anasi turmush o'rtog'imni ikkovimiz chetda yashaymiz. Men aka betachi haqiqat chiqishini xohlayman xolos. Bu akam to'xtang, mana sizni chaqirdi, sizdan oldin nechta odamni yetalab keldi. Shuni menga to'g'rilikcha aytganda bu odamni qo'rqitib, odamlar qo'rqitib. Shuni ish bo'layotganligini bilaman. Mana aytda 3-4 odamni yozdi. Mana shu shuning uchun biz bu yerda yashaymiz. Faqat sizdan bitta iltimos, shu haqiqatni olib chiqib bersangiz, Xudo o'zi qo'llab-quvvatlab umringizni bundan ham ziyoda qilsin. 2013-yilda botqog'imni olib chiqib bersangiz bo'ldi meni. Faqat haqiqatni olib chiqing. Menga yer nima kerak emas. Xudo bo'lsin, 1 metr joyga o'radi hammamizni. Hozirgi kunda mana Choli kampir ikkovimiz shu xonadonda yashaymiz. Bizni endi bolalarga og'iri tushmaslik kerak. Mata suv kelib to'ling. Suv kelib. Mana shu joyda mana chorvachilik bilan shug'ullanamiz. Zotdori 2-3 ta molimiz bor. Shularni to'g'dirib sotamiz. Sutlari bilan, boshqalari bilan nima qilib kelamiz. Mana shu joylarda qilib shu yerda yashab kelamiz Choli kampir ikkovimiz. Ikkovimizga misol hamma nimalarimiz chiqadi. Qora tovuqlar bor, 10 ta katayda ham bor. Mana shu mollarni boqib nima qilib turamiz. Mana mollarim. Shuni sotamiz, qora qozonimizga chiqaveradi bemalol. Allohga ming qadar shukr, rizqimizni beradi Xudo. Lekin tirikchilik qilib yuribmiz. Eng muhimi hozir shunday so'mlikda xodimlarni olib, oila iqtisod tomonidan bevosita ishlab unday taqdirda yashaydi. Xudoga shukr, bemalol qoplaydi ekan. O'zini boqadi, ham menga ham pul beradi bu hayvon. Shularni qilib mana shu yerda yuribmiz-da endi. Umma Xudoga ming qadar shukr, sizni ro'para qilganiga shukr. Shu narsalar xalq ko'rib, bir surishtirib, mana Ramaka. Hozir mana ko'ryapman. Sen inson ekansiz. Oiladan qo'ldan tanishyapmiz. Mana qo'llar ham keldi. Bu endi aka-uka jigardagi. Ha, jigar. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu masalani atrofcha sizga imkoniyat beramiz. Ahli bilan tinch yo'l bilan oilaning sohibi erkak. Ayollarimiz qo'shmaymiz. Nima deysiz? Bo'laveradi. Unda yaxshi. Endi o'zi yo'q, mana siz oilaning erkakisiz. Ahli bilan tinch yo'l bilan qilaylik bo'ldi. Shuning uchun aka sizga mana bir hafta imkoniyat, telefonim bor. Shuni har tomon atrofda bir to'g'ri kelib masalaga yechim qilsak, kelib shuni chiroy mana ishlarni davom ettirayotganlaringiz, ahli bir yo'l bilan ishlarni kelishib olganlaringizni ko'rib, qolganlar ibrat olsin. Endi aka ibrat olish uchun men biror marta chiqqanim yo'q. Qog'ozni ko'taring. Meni Jabbor Rahimjon nomidan biror ikki jalba tushibdimi deganini ko'taring. Yo'q. Endichi to'xtang aka. Men bitta narsaga olishyapman. Odamlar kelib, erkakman, ko'chada yuraman. Qayerga ishlayman? Ko'chada yuraman men. Birov kelib, aka endi ayt meni tepamdan yozmasin deganda uyatib ketdim. Meni tepamdan yozyapti, Xudoga shukr. Omali mash haqiqatda. Qanday qilib bo'lsa ham olib chiqaman. Birovga 1 so'm bermayman. Mana Xudo tepada bo'lsa, haqligim baribir isbotlanadi. Allohga shukr. Ka'bani ushlab aytdim. Xudo shuni isbotlab haqiqat chiqarib bergin, shularga insof bergin deganman. Abor ekan. Senda chiroyli qatdan topadi. Mana Hilol opa, endi mahalla ham holi yig'ini bo'yicha raisa sifatida holatni mana birgalikda kelib holatni o'rganyapmiz.
albatta bizga qadar holatda shu mahalla hamjihatlikda holati joyiga chiqib yurgani bir to'xtamga kelganmisizlar? Mana ikkita aka uka bilan bo'layotgan munosabatini ikkovidan mana fikrini eshitdik. To'g'rimi? Aka ukaga, uka akaga nisbatan bildirgan fikrini bildirib o'tdi, to'g'rimi? Chunki biz har bir holatni prezident aytgan joyga chiq, hamjihat bilan tinch yo'li bilan bartaraf et deyapti, to'g'rimi? Shu bartaraf etib, shu masalani hal qilish bilan bog'liq masala bo'yicha qanday chora-tadbirlar ishlab chiqqansiz? Umuman qanday ishlar chora ko'rgansiz? Shular bo'yicha o'zi tanishtirib gapirib o'ting. Men Azizova Hilola Tojiboyevni Mashriq Qumtepa mahalla fuqarolar yig'inida 2025-yil 1-iyundan beri rais bo'lib ishlayman. Oldin ham kotib bo'lib ishlaganman, bundan 5 yil oldin. O'shanda ham shu masala bor edi. Bular men juda yaxshi taniyman, tug'ilib o'sganimdan beri ham qo'shnimiz bo'lgan. Ular katta eshigini davlatnoma asosida Abdukarim tog'a dadalari bo'lib berishgan. Ikkoviga. Hozir bu yoq kelin olib qiz chiqarib, ishda ikkov birga yashashadi. Men ham davlatnoma qilib bayonnoma so'raganda ashita haqiqatda yashaydi deb berganman. Bu yerda ular endi sudga berishgan. Sud orqali u yer masalasini men hal qilmayman-da. Yer masalasini men hal qilmayman, men vakolatimga kirmaydi. Sudga berishgan. Sud yuqori turuvchi organlar hal qiladi. Lekin agar aka haqiqatan siz tuhmat qilayotgan odamga jazo bormi? Shu jazoni qo'llab bering, iltimos. Shu tekshirib men nohaq olsam, menga jazo qo'llang. Birov tepasidan tuhmat qilayotgan odam bo'lsa, o'shunga ham jazo qo'llanadi. Men muttaham yozuvchilar zamonim bu. Men shu narsani sizdan hozir men prezidentga ham chiqib, prezident saytiga kirib aytaman. Shu odam kelib menga video qilib ketdi. Shuni asob ko'ring. Tuhmat qilayotgan odamga bormi haqiqiy nima jazo? Albatta bu masala hamma har tomonlama ishda ko'p chiqayotgan jarayonda. Nega biz siz bilan biz yuzlashishimizdan maqsad nega qancha bor haqiqatda qanchasi aytmang, albatta bu yerda mahalliy tegishli idoralar bu narsani o'rganib, o'zi munosabatini bildiradi. Eng muhimi aqllilikda, hamjihatlikda. Qolaversa bitta xondan tushgan jigar ekansizlar. Yo xolavachcha emas, boshqasining farzandi emaslar. Bitta ota-onadan, to'g'rimi? To'g'ri. Shuni bo'lganda men o'ylaymanki, mana mahalla faollari ham kelib, mana mahalla hokimiyati mana vakillaridan kelib birgalikda ishtirok etib, murojaatni mazmunan chiqib, biz bilan birga hamkorlik o'rganilyapti. Shuning uchun mana Tovjon aka mana murojaatingiz bo'yicha mana yo'q to'xtang. Yo'q, siz mana yo'q. Ko'ramiz. Buni qonuniy hujjatlarga yozib chiqamiz. Mana siz qo'lingizda qancha hujjat, qancha haqiqat bor, albatta uni hammasi e'tirof etasiz. U o'z o'rnida qonun ustuvor, qonuniy ko'rib chiqiladi. Nega buni ko'p chiqadigan tegishli organlar bor. Shu o'rinda hozir ishlaydi, ko'rib chiqilyapti. Mana eng muhimi bu hamjihatlik bilan aka-uka o'z kelishuv bilan bu masala bartaraf etishlaringiz bormi? Negaki siz ham ikkovingizdan bilasizlar qana nima masala bu yerda kelib chiqqan. Qolaversa hozir ko'ramiz, qaror ham yo'q, katta hujjat ham yo'q, kimgadir rasmiylashtirilganda bu yerda asli egasi bo'lgan hujjat ko'rmayapmiz. Bu yerda shu faqat soliq to'lovi, yer solig'i uchun to'lanayotgan ukangiz nomidan mana soliq qog'ozini ko'rsatyapti xolos. Hozir kecha kunduzi mana ukangiz yashab ishlayapti. Yo'q, hozir bizga taqdim yo'q, biz ishonishdami? Bizga taqdim etdi. Shunga siz shuni qanchalik shubhali ekanligi bo'yicha o'zingizni bildiring, qo'lingizda izohlaysiz demoqchiman. Asli narsalardan nusxa olib, men asli qanaqa bo'ladi, bunday qanaqa ko'rsataman. Hozir yo'q, nusxa olib. Men bu bilan tortishganimda yo'q, bo'lmasam o'zingiz fikringizni bildirib o'ting shu bo'yicha. Mening fikrim shu, haqiqiy egasini topib, egaligini tiklab bitta dokumentda hujjatlashtirib qo'yishdi. Soliq to'laversam, bitta boshqacha bo'laversa, sud prokurorlar kuch yetmasa bularni qonuniyligini isbotlab beryapti. Mana shu narsani so'rayapsiz-ku. Masalan, bu arxivda ma'lumoti bu. Buni bundan bor menda xabar yo'q. Buni kim qilib bergan? Nima kerak sizga? Ana sen hozir soliq to'layapman deb mana uni ko'rsatyapman. Mana. Xo'p, opa. Mahallani bugungi kunda mana murojaat albatta bir necha bor bu davom etayotgan holat ekan. Orada nechta mana murojaat bo'yicha ko'rib chiqqan idoralardan kelgan. Shuning uchun bu masalani bugun alohida davlatnomasi bilan akt qilib, taqdimnoma kiritib prokuraturaga. Bu qancha yildan davom etayotgan nizoli uy. Bu masalani bartaraf bilan bog'liqlan taqdimnomangiz prokuratura uchun yana muhim ahamiyatli bo'ladi. Qanaqa aka-uka ertaga bir holat kelib chiqqandan keyin u kech bo'ladi. Shu bo'yicha davlatnoma taqdimnoma qilish imkoniyati qila olasizmi? Shu bo'yicha qisqa fikringiz bildirib o'ting. Yo'q, endi sen dodimi, sen ondan 1990-yili 19-may 5-sonli qarorga asosan yer maydoni uy-joy solish uchun men nomga rasmiylashtirilgan ekan. Xo'jalik daftarlarida ham bor, soliq nimalarda bu narsalar chiqqan, endi yetarli hujjatlarim bor.
Keyin bu yer sotib bergandan keyin qayta tekshirish jarayonida tergov jarayonlarini aniqlagan. Tergov yakuniy xulosalari ham bor menda. Endi buni egalini tiklash uchun kelsa bugungi shu meros bo'lib taqsimlangan yerni hujjatlari bilan chalg'itishib egalik huquqini tiklashga to'sqinlik bo'lyapti. Ayni mana shu arxivga bordim deyapti. Men arxivga ma'lumot olganmiz. 14-yili arxiv qarorlarida shu qaror nimalardan nusxalardan olishda arxivga borganmiz. Bizga arxiv qaroridan ko'chirma bergan, lekin uni ilova hujjatlari bizga saqlanmagan deb ma'lumot bergan. Yo'q deb chiqqan, ha. 20 tergov jarayonidan tergovchi Xolmatov bilan birga kirib arxivni ponnon tartib tekshirilganmiz, chiqmagan. 22-yilning yana bir ish bo'yicha shu ma'lumot olaverdik, bunda ham yo'q deb bergan. 23-24-yillarga kelganda ma'lumotlar paydo bo'lib qolyapti. Keyin men respublika arxiviga borib, shuni qayerdan, kim tomonidan topshirgan, qaysi reyestrda ro'yxatdan o'tgan shuni bir bersam, qilishib bera olmadi. Reyestrga yozilmasdan arxivda ma'lumot saqlanish birinchi o'rinda qonunga zid. Hech qayerda ko'rsatilmagan. Chunki topshirilgan hujjatlar pul orqali saqlanadi. Buni kim necha varaq qancha topshirdi yozib registratsiya qilib qo'yiladi. Bu narsani bizga ko'rsatilmayapti. Bu to'g'rida arxiv boshlig'ining ma'lumoti ham bor bizlar bergan. Mana shu murojaat bo'yicha mana ayni hujjat bilan bog'liq masalalardan mana 10 yillardan davom etayotgan holatda joyi chiqib ko'rib chiqyapmiz. Ayni shu masala bilan bog'liq mas'ul ishchi guruh chiqib, buni aka-uka bilan suhbatlash, shu holatda atrofga o'rganib bir to'xtamga kelinganmi? Ha, yaqinda prokuratura tomonidan biz hozir Sharqon tumanidamiz. Sharqon tuman prokuraturasi tomonidan mas'ul prokuratura xodimlari, prokuratura xodimlari kelmagan. Ishchi guruh bilan kelib shu holatni Ishchi guruh emas, tergovchilar kelib o'rgangan, boshqalar o'rgangan bu yerda. Shu ma'lumotlarda, shu kitoblarni olib, xo'jalik daftarida 8 ta kitob borligini aniqlaganmiz. Shu kitoblarda ro'yxatda yo'qligini ham chiqqanmiz. Hammasi tekshirilgan. Lekin tepani bugungi kelib mana 15-yilda taqsimlagan meros mulk bo'yicha hujjatni sizga ko'rsatishyapti, taqdim qilishyapti. Qaysi savollar ochiq qolib ketyapti? Hozir men bunda ochiq qolgan savol qolmadi. Qaysi savollar hozir ochiq qolib ketyapti, shu savollarga hozir javob bo'lmayapti menga ayting. Men hozir kecha kadastrga bordim. Men aytdim shu narsani. Men tergov xulosasi davlat kadastriga. yo'q, viloyat kadastriga bordim. Andijon viloyat. Ha, viloyat kadastriga borib, mana sizlarga aytdim, tergov prokuratura ichki ishlar tergov xulosasini qo'shibdim. Shu menga tegishli yerga tegishli barcha hujjatlarni qo'shib taqdim qilsam, menga 30-modda bilan ogohlantirilasiz, boshqa yerga murojaat qilingiz deb beryapti. Nima uchun qo'lida hech qanday hujjat yo'q, bir varaq qog'ozga egaligini tiklandiganda tiklab rad qilinganda yig'ma jild kadastr foydalanuvchiga yig'ma jild qilib bergansiz. Nimaga asosan qilingan desam, javobini berilmayapti. Yaxshi, demak bu ma'lumotlar bari bor. Boramiz, ular bilan suhbatlashamiz. Demak, holatni har tomonlama joyiga atrofga hujjatni o'rganishga davom etamiz. Endi asosan o'ylaymizki, mana Raymaga, mana aka-ukalar ko'p turamiz. Buni qancha xalqlar bo'lmasa bir to'xtamga kelish, arxivasida bir to'xtamga keladi degan umiddamiz. O'ylaymanki, bu hammasi aqlli. Shuning uchun sizlarga yana bir imkoniyat, men o'ylaymanki, bu masalani kimda aralashishmancha o'rinsa, negaki ko'ryapman, ekologiya katta oilali. Hamdaga bitta nima ketgani bir qadam yetib kimdir keladi, kimdir ketadi, bizda qolib ketadi. Lekin ko'ryapman bu yerda albatta juda bir noqulay. Hamdaga men bu yerda bitta narsadan noroziman. O'zbekistonda qonun ustuvor degan so'z bor-da, endi bu amaliy isbotlayapti yo'qmi, buni men deyapman. Lekin Shahrixon yer kadastri, mafiya nimalari nima uchun bilib ko'rib turib qasddan bu narsani qaytarsa, meni qonun qo'ymayman qilyapti. Ular bilgan shu narsani. Tergov bo'lgan, tergov yakuniy xulosalarni olib berganman, vasiyatnomalarni olib kelib, telelarni tikib berganman. Shu kitoblardan ko'chirib tashlab, buni o'chirib meni shunaqa hujjat qilib, nimaga qonun organlariga noto'g'ri ma'lumot berib, bizni qiyinchilikka solyapti. Shuni bir isbotlama qilib bersin. Ular ham javobgar bo'lsin, noto'g'ri qilganlar. Biz nima emas. Men ham bitta murojaat iltimosim. Har safar kelsa shu yerda ko'rib ketadi. Narada uylarimizdan bir ko'rib ketishingizni so'rayman. Kim qayerda yashayapti, qanday holat. Shuni yorug'lar kiritib berib keting, iltimos. Hozir mana biz qaysi kimni qarashli uchastkadamiz? Men hozir o'zim Jabborov So'zon Qayumovchiman. Men mana otamdan qolgan yerda, mana shu meros bo'lib, vasiyatnoma orqali qolgan yerda mana hujjatlari. 5-yil qasabchiga o'tkazilgan Bu vasiyatnoma. vasiyatnoma 18-yil o'tkazilgan. Meros taqsimlangan 15-yil mana 15-yil otamdan qolgan yer gazetalarga e'lon berilib, qonuniy qilib taqsimlanib bo'lgan. Undagi marhum onam ham onamga o'tgan, onam marhum olamdan o'tgandan keyin vasiyatnoma bo'yicha menga rasmiylashtirilgan. Mana kadastr hujjati qilib berilgan hammasi.
Hamma ma'lumotlari bor bu yerda. Hozir bu yer nari duvarlar, mana bu duvar yo'q hisobda. Ponni mana shu 15 Shu devorni ana shu duvarlar yo'q bu yerda. 15-68 yer mana shu ponni. Mana shu ponni duvarda yag'i ham shu hujjatda. Duvarda bu yag'i ham bitta yer bu. Faqat o'rtasi nima qilingan, endi bu hozir to'lov hammasi ko'rsatilgan katastr hujjati. kadastr hujjatim juda bor mana shu narsalar, mana barisi bor. Bu yerda endi bitta nima yeri, bu yerda merosdan ikki qismini olmagan. Duvalda yoqda ukam Jabbor Rahimjon olmagan. O'ziga tegishli merosni 1,5 tunnani. Yo'q, mana sizlarni devorlaringiz. Yo, bu duvallar hisob emas, hisobda nari tomoni ham uyda bizniki. Kimga qarashli? Bu ham mana shuni ichidagi uy. Ular to'sgan xolos, просто shu vaqtda kimdir aql o'rgan to'sib olsa hech nima qilolmaydi bu. Vasiyatnoma borligini bilmaganda ular. Bu ham sizlarni qarashli. Ha, mana shu pon yer, mana shu narigi tomon bu duvalda yog'i, bu yog'i pon mana shu. Orqasiga. Ha, mana shu yerda yer. Holbuki devor qilib qo'yilgan hollar. Ha. Mana mana shu yer. Hujjati ichida. Juda bor shular. Bu yerda nechta u tomoni? U tomoni mana shu yerda ko'rsatilgan 77 sotiga ukam yashaydi. 7 sotiga o'nak degan. Jabbor Rahimjon yashaydi. Demak, Bu yoqda men 8,5 sotiga da men yashayman. Mana qonunli mana man. o'rtada bo'lingan mana shu. Bu bo'luv yo'q narsa bu aslida. Pon nimasi 15-60. Mana sizni holbuki mana devor ko'rsatib. Ha, endi mana u duvar qo'ygandan chizib qo'yganda. Lekin endi meni otam nomida mana 15-68 yer bo'lgan. Uni 1968-yilga to'g'risida ham hujjati bor. Endi shu vasiyatnoma orqali menga o'tgan. Buni nimaga bunaqa qilgan, nimaga kadastrga kelib shu vaqtda shu narsani o'rganib chegara qismlarini aniqlab bermagan, menga qorong'i endi u. Mana shu 15-68 yer to'liq emas. Undan 7 sotiga 21 nimasi ukam Jabbor Rahimjon o'tiradi, 8,5 sotiga da men o'tiraman. 8559 da men o'tiraman ekan. Demak, mana kecha- bir qismi ukangiz, bir qismida mana shu katta. Lekin aslida bu bitta. Yo'q, bitta. Mana shu katta hujjati, lekin bitta. Bitta xo'jalik. Bu orqasi alohida katta hujjat yo'q. Yo'q, mana shu to'liq bitta hujjat. ichida. To'liq hujjat. Mana vasiyatnomasi o'sha nimadagi? Onamdan qo'ygan vasiyatnomasi. Bu yer 15-yili qonuniy qilib gazetalarga e'lon berilgan. 1 oy, 1,5 oy ichida nima qilish berishdi, biz 5 oy kutganmiz. Oxir iloji bo'lmay bular o'zini nimasini olmaganda mana ukam Jabbor Rahimjonni va Jabbor Bahodirjonni farzandlariga tegishli qismini ajratib qo'yib, qolgan qismini bizga o'tkazib bergan. Qonun hozirgi kunda. Hozirgi kunda ham hozir soliq bolalarni to'lab kelyapman. Hamma hujjatlarim bor bu yerda. To'lanmalar ham. Nari tomonga kim to'lay solig'ini? 15-68 bitta yer bo'lgandan keyin men to'layman-da aka. Yo'q, bular men to'layman deb. Ha, endi men bilmayman, mana 15-68 hozir cheklarini ko'rsataman kerak bo'lsa. Hali qog'ozlarga ana shuncha nimalar bor. O'zi qaysi hujjat? Bu mana shu uy-joyda dadam, marhum dadam rahmatlikka 68 yil berilgan. 15-68 yil. Bunda hech qanday o'zgarish bo'lmagan. 15. Ha, shuni uchastka tashlab hozir. Bu otam nomida bu vasiyatnoma bilan menga o'tgan yer shu to'liq. Devor bo'lib, ularda esim bilmayman, 2005 da bo'lgan devor. 2004 da o'tgan dadam. Ha, ekspertiza qilsin, men qarshi emasman qilsin. Mana shu ana chekni sotib olgandan keyin men hali nimaga bu chek sotilib ketyapti, nima kimdan ruxsat so'rayapsan, sening nomingda emas ekan degandan keyin majetlarni bo'lib yetmin deb bo'lgan. Keyin onam, dadam, otam o'tgan odam rahmat aytdiki, chaqir dedi, mana shu yerda bir ko'rib nima qildi, kadastrdan odam kelib qoldi. Keyin ukamga aytdim, bir onam so'rayapti, endi kasallik og'irlar, pol kelginsam, kelmadi. Kadastr hujjat nima qilganda shu kim debdi duo qilishga menimcha. Undan oldin duo yo'q edi. U marhum kadastr hujjat qilgan bolalar tirik bo'lsa kerak, topib kelamiz deyilsa. Ekspertiza chiqib qolsa bo'laveradi. Bu duol bo'laveradi. Qonuniy qo'linda hujjat bo'lish kerak-da uni. Kim? Albatta uni urganlarda. Hozir mana biz ayni nizoq kelib chiqayotgan ukasiz borib ko'rdik. Ko'rdik, ha. O'sha kunimizda u yerda hali soliqlarni siz mana nechinchi yilgacha to'lab kelasiz? Hozir kunga to'lab kelyapman mana. Ham siz to'layapsiz, ham bu 15-68 to'layapti. To'g'rimi? Hamidagi hozir bitta nima chiqadi, toptabding, hozir bitta ma'lumotnoma bor menda. Ana o'sha 90-yil berilgan yer maydoni to'g'risida arxivdan qarordan ko'chirma olganmiz. Nechinchi yildagi hujjat? 14-yildagi. 4-08-08-oyda olganmiz. Bu yerda arxiv qarordan ko'chirib, Shahrixon tuman davlat arxivida sizga yozib ma'lum qilamizki, sobiq kommunizm kolxozining 90-yilgi qaror kitobidan uy-joy qurish uchun yer ajratish to'g'risidagi qarorlar mavjud, ilova ro'yxatlari topshirilmagan degan. Bu bitta ma'lumot. Shu hozirgi. Ana nariga ilova hujjat yo'q bo'lganda, mana qaror, mana qaror bor, ilovasi yo'q endi.
Endi qarab den. O'tirib tursin. Ha, mana. Mana aytyapman, men nimaga bu bolaga mana firminni bilagida O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq idorasi advokat Ahmedovni so'rovnomasi bilan Jabbor Rahimjon qancha yerga to'layapti, Jabbor Sojon qancha yerga to'layapti, xuddi mana shunday qilib yozib bergan. Necha yilgacha o'tsa ham mana. Olyapsizmi? Bu yoqda ham bor-da. Mana shunaqa bergan. Lekin Jabbor Rahimjon nomidan to'g'ri berilmagan. Men qayta nima qilganim to'g'ri berilmagan. Bu to'layapman deyapti. Rahimjon qani siz mana Mana oyma oy. Mana shuni har bittasini kiptanchasi bor uyimda. Tushundingmi aka? Aslidan Endi-da mana aka mana keyin 1568 qo'shilgandan keyin buniki ham mana 1568 ga to'layotgan to'g'ri. Endi mana bu yerda ham bor. Mana shu tarixdan olganman shuni nima qazandim. Endi yana bitta nima ham takoz to'tay bu oxiriga yetib uni. Hozirgisi? Ha, hozirgacha shuni ko'layapman. Kiptanchalar bor-da. Mana Qumtepani xo'jalik topib o'zgargansa, bular yo'q, o'zgartirga ham yo'q deyapti. Oldin Leninobod qishlarda Nazamaram mahalla selsevit bo'lardi. Keyin Qumtepaga o'tgan mana yangi kitob bo'yicha meni 10 sotiklik yerim ko'rsatilgan. Ana narigi yer. Mana u 1568 yerimiz mana shunaqa nimasi yo'q. U ukam qo'lda yuribdi endi u meros bo'lib. Notarial idorani qonuniy taqsimlagan merosi qonuniy bo'ladimi yoki spesialistalik bitta dalolatnomasini buzilgan qonuniy hujjat bo'ladimi? Yaxshi, buni hammasi. Mana hozir buni ham ko'rsataman mana sizga. Mana shu tergov xulosasi bular bari. Hozir endi yana bitta narsa ko'rsataman, ham tegasiga uni ham to'g'ri. Nechinchi yildan beri SNNning ochilgan nimalar hammasi mana yozilgan mana shu. Men uni o'zimcha yozib qo'yganman-ku. Mana qizil jazosi chizib qo'ygan mana nimalarga. Bularni tergovga ham taqdim qilgan o'sha paytda. Endi hozir yana bitta narsa ko'rsataman, hamdaki hozir bir men sizga beribdi vajidin degan. Shaxsan shu odamni o'ziga ham judaganman aytaman uni. Endi mana bu yerda mana bu qo'shnilardan nima bo'lib bergan deb. Xo'p, men bu nima emas, qilmayman, bu ukam aybdor demoqchi emasman. Lekin qo'shnilar bunaqa bergan narsasi o'tadimi? Davlat notarial idorasidan tasdiqlangan hujjat o'tadimi? Qonuniy taqsimlagan meros mulk. Meros mulk to'g'ri, davlat notarial idorasidan tasdiqlangan o'tadimi? Bu mayli. Endi men aytdim mana shu qo'shnimiz hozir aytaman, Abdurahmon Yoqubjon aka bu yil o'lib ketgan ekan. 17-yili yozilgan ekan bu narsa. yo'q, uni yaxshilab tekshirib. Tam berganmiz, buni ham inobatga olmay qurishda davom etishyapti. Ha, ogohlantirish berilgan. Mana Hamid aka mana Hamid aka mana shu guvohnomalar mana nimadan berilgan. Hozir bittasi butga yuboradi, xolos, hech kim yashamasdi. Yaqingacha. Mana shu xo'jalik daftaridan shu ko'chirma o'sha davrdagidan. Mana da otam nomida 1568 yerdi-ki. Mana shu mahallaga ham tet hamdayib chiqarib mana u meni nomimdagisi. Mana hozir yana bitta nima bo'ldi? 6 sot yer olib sotib o'rgan dedi. Mana shu yerda shu ma'lumotnoma tergov xizmatida turibdi. Shahraxon tuman Yangiqo'rg'on jamoat xo'jaligi Jabborov Soljonga yer maydoni bermagan degan ma'lumot. Mana qonuniy tasdiqlangan hujjatlar bilan turibdi mana shu ma'lumotnoma. Berilmagan deb yozib qo'ygan shitga. Mana uni tagi haligi mendagi qog'oz. Unkan tagi yo'q bu yerda. Mana maytda bu bosilgan nima turibdi? O bejan yo'q, o'sha emas, bu boshqa ma'lumotnoma bu. Berilmagan degan nimasimi? Yer berilmagan degan ma'lumotnoma bu. Boshqa hujjat. Yangiqo'rg'on jamoat xo'jaligi, lekin Komilizm kolxozidan bergan-ku u yerda. Bu nima? Endi hozir yana sizga men bitta narsa ko'rsataman, hozir aka. Mana yana bir hujjat soxtalashgan hujjatlardan bittasi deymizmi? 19-yili 4-fevral kuni bu narsa nima qilingan ekan, mana davlat ro'yxatidan o'tgan bu yer. Agar u insonning qo'lida hech qanday hujjat qolmagan bo'lsa, qanday bu davlat ro'yxatidan o'tdi? Ko'chmas mulk obyekti bo'lgan kadastr ishi qanday davlat ro'yxatidan o'tdi? Nimaga asoslanib? Bu to'g'risida menga hech kim ma'lumot berishni olmayapti. 19-yil seni qo'ydim, mana shu 19-yil 40 bilan qo'l qo'ygan dalolat tomonlar turibdi. Aslida subyektga nima qilishgan ustalar nimalar. Endi bizda nimada u dalolatnoma boshqacha berilgan. Hech qil yana soxtalarsiz ketyapti-da. Xo'jalik daftari meros bo'lib taqsimlangan bo'lgan yerda hujjatini ko'rsatishyapti menga. Aytdim, bu yer 15-yil o'zlaring taqsimlab merosga qilib bergansizlar u. Yana qanday buni bo'lyapti desam, yo'q bu bo'lishi mumkin emas. Bu to'g'ri emas ekan deb chalg'itishyapti o'zlari. O'zlari ham chalg'itib, meni ham chalg'itishyapti hujjatda. Bu yerda bir tasdiqlangan imzo Tasdiqlangan nima yo'q, lekin viloyat kadastrida buni guvoh sifatida bilan olganman. Qayerdan oldingiz? Viloyat kadastridan. Andijon viloyatida. Andijon viloyat kadastridan oldim. Buni olayotganda bloger jurnalist Fatima Jo'rayeva birga edi. Birga olganmiz. Buni nimaga shunaqa bir ko'ramiz deb. Endi mana yerda qarang, o'zi yozib qo'yibdi-ku, bet ko'chmas mulk obyektiga kadastr ishi deb turib, biri Jabbor Rahimjonga nima qilingan davlat ro'yxatidan o'tgan-ku bu. Qo'lida hech qanday asos hujjat bo'lmasa, qanday o'tish mumkin bu?
Ular davlat ro'yxatidan o'tmaganda biz chalg'ityapti. Nizoli bo'lgan. 900 to'lagan soliq kvitantsiyalari mana 2009-yilgacha. Hozir nizoli joyga. Ha, nizoli joyga to'lagan. Mana oxirgi kunlarim mana Xudo shukrlardan ham to'lagan bo'ldi mana. To'lovja bu. Soliq to'lovlarim mana 17-yil ham to'laganman mana. Undan keyin yana mana 14-yil to'lagan ekanman. Mana mo'lar ham bor, endi nimalarga o'chib ham qolarganda emas. Lekin kvitantsiyasi bor. Harcha hozirgacha to'lab kelyapman bular mana. Hammasi bor ekan. 2013-yil asli nizoli boshlanganida chiqarimizga 900 bo'lib chiqqan holatda kam yeri soliq to'lashi. Ha 900 deydi-da, 14 yil ya. A u nimasi bu 1568 keyin o'tdi. Menga vasiyatnoma Yo'q, bilan. keyin o'tdi. Endi Ramaga ana sizni xonadoniga keldi. Hozirgina ayni shu xonadonda yashab turgan. Ko'rdingmi? Beshinchi yildan bu xonadonda. O'g'lim yashaydi. Bu xonadonga o'g'lingizga bergan, o'g'lingiz yashaydi. Men gapirdim. Sholi kampir ekanmiz bu yerda yashaymiz hozir 900 yerda. Ajar, ya'ni chorvalar bilan shug'ullanib yashaymiz. Beshinchi yil chiqib ketdi bu yoqqa. Aşı 94-yil uy solgan bo'lsa, shundan beri kashitdan nima qilamizda? 2005-yil. Yashab nima qilamiz? Mana shu joy 500 yerda da mana shu nima qilib bo'lib bergan. Shundan ekspertiza olishlarini so'rayman men, yana qaytarib aytayapman. Duoldan. Devor. Nechinchi yil bash o'tirib devor qilingan. 90 mana shu hozir maktab bor. Anda nima o'limidan oldin ta'ziya o'qilayotganda aytiladi. Hamma musulmon nimamiz, dinimiz. Shu 2 yil xat bilan kelsa boshqa dedi. Mana shu qo'shlar menga bu qog'oz kerak emas dedi. Kerak emas desam, yo'q bolam. Ke ertaga nima bo'lib bo'lmasin, bir nizoli bo'lib hozir nima bo'lib qolsa, o'zi nizoli chiqyapti. Ke shuni biz yelkamizdan xolis qilib ketaylik deb yozishib nima qilib bergan. Keyin otam rahmatlidan keyin mana yerda uy bo'lgan. Bu uylarni buzib xonacha qolib o'tib ketgan ekan. U endi bir o'zi tan olsa tan oldi, tan olmasa ular qolgan hamma o'zi o'zim qilganman. Otam menga senga uy solib bera olmadim, ke o'g'lim deb. Mana shu bir xona uy bilan qolganman men. Homile otamga rahmat, roziman. Hamma o'zi qilgan. Matdaki mana sxemasi bor edi mana. Dadam rahmatli davrida dadam mana shu qog'ozni berib ketgan. Qanaqa qog'oz ekan bilmayman men. Mana shu qog'ozlar dadam berib ketgan. Mana matda o'ziga mana. Mana shu qog'ozni berib ketgan. Mana shu qog'ozni berib ketgan dadam shu paytda. Mana shu yer hujjati edi. Nechinchi yilga bu? 68-yil bo'lsa keraklar Mana bizga. shu uy katta qo'rg'on. Yosh katta qo'rg'onni keyin bo'lib berganda mana 14 yer. Mana matda mana shu bo'lingan matdan mag'a akamniki bo'lgan. Abduqayim. Dadam. Rahmoni shu Abduqayim adisi. 87-yili mana. 14 ha? 0 mana 87-yili, 1987-yili nima bo'lgan ekan. Mana yerdan mag'ida men yashayman, mana bu yerda. Bu yerda akam yashaydi. Endi ko'rsatilgan. Sxemasi shu. Mana shu dadam rahmatli berib ketganda mana shu hujjatlar. Aka ko'li joyga hovlisiga chiqmas holat ko'rdik. To'g'rimi? To'g'ri. Hammasi o'zi doirasida yashab keladi oilaviy. Endi bu hozir kelib chiqayotgan chiqayotgan shu muammolar, nizoli masalalar, ahillarda qancha bir to'qim kelish masalani imkoniyatlari bormi? Bor imkoniyat. Shu men hozir haqiqat chiqsa bo'ldi. Haqiqat chiqishini talab qilayotganim akam yozuvchi nechtalarga yozib yubordi. Nechta don tepasini yozdi. Xudoga shukr, mana shu haqiqat chiqishini so'rayman.
Musobaqaga o'ynagan. Men Jabborov Solijon. Mana bugun ayni mahalla tomonidan aholi tomonidan murojaatlarga kelib tushgan murojaatda asosiy mahallada ayrim gaz ta'minoti bilan boshqa resurslarga nisbatan ish faoliyati yaxshi chiqamayotganda turli xil fikrlar bilan murojaatga kelgan. Uni mahalla faollar ham mahalla faol sifatida o'zi fikringizni bildirish. To'g'ri, bu to'g'risida menga ham juda ko'p murojaatlar bo'lgan. Juda ko'p fuqarolar murojaat qilgan. O'zim ham shu to'g'risida. Chindan ham tushuntirgan vaqt kelsa 5 oy 6 oylab bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Buni sababini biz bilamiz. Murojaat Nima bo'lmaydi? tushuntirgan gaz ballonlar vaqtida almashtirilmaydi-da. 5 oy 6 oydan. Hattoki olib ketib 15 kun 20 kunlab ballon ham gaz ham yo'q yurgan vaqtlarimiz ham bo'lyapti. Bu haqiqat bu. Kecha yaqinda shu to'g'rida hokimlikga 3-4 kishi bor edi. Ularga men ham bor edim. Shatta Hikmatxon dadaxonov shunday gap qildi, menga ta'sir qildi lekin. Rossiyani urushini biz suyultirgan gaz balloniga nima ta'siri bor ekan? Buni bilmayman-u. Lekin u deydi, boshingiz bor deydi, borib gazxonadan damlab kelavering deydi. Kim aytdi? Tuman hokimi Hikmatxon dadaxonov. Ha, xo'p, men mehnat qilaman, pulim bor, damlat kelarman. Bir marta damlat kelaman, ikki marta. Nima uchun davlat tomonidan 40 milliy ballonni olishga haqqim yo'q-ku? 200 mingga borib men ballon damlat kelishim kerak. Nima bu meni imkoniyatim bordir. Bu yerda o'tirgan borgan ayollarda imkoniyati yo'qlari ham bor-ku. Ha, bularda nima qilmaydimi? Nima uchun? Endi shunday ma'lumotlar boryapti. Bir mashina gaz ballonida 120 ta bo'lar ekan, to'g'rimi shu? 108 ta boradi. 100 ta xo'jalik yashaydigan mashinaga ham bir mashina, ikki mashina borib yo'qolib ketyapti. Ha, 50 ta xo'jalikka borib turib bir mashina gaz balloni yo'qolib ketaversa. Ha, qolganlar bundan sarson bo'lib yursa, haqiqatda ta'sir bo'lar ekanda. Endi imkoniyati yo'qlar gazsiz o'tib ketaveradi, o'tib yoqib, tezak yoqib. Bu davlatimiz tomonidan ajratilgan nima-ku, hech kim uni yonidan berayotgan yo'q. Bu qancha vaqtdan shu muammo? 1-2 yilda, 2 yil bo'ldimi? Har yil shu ahvolda butirab bo'lgan shu ahvol. To'rtmasa. Juda ko'p nimada. Endi gaz ballon 40 ming turadi. Davlat tomonidan belgilangan buni bilasizlarmi yo'qmi bilmayman. 45 mingdan olyapti, telekomda yig'ilish kimdir aytsa, 5 ming deydi. Masjidga ham sadaqa qo'yapsiz degan gap bo'lyapti. To'xta, nimaga bunaqa qilyapsan deb shu bilan qattiq dakib berib qo'yishoniga hali savol bergan odamni ham uyattirib boryapti. Qani bu ishmas endi. Kimdir meni bolam dedim, anaqa nogiron uylar joylar qilganman. Farzandlari ham nogiron bo'ldi. Soqib olganda gapirmasa ekan. Nima qildi, lekin Sultonxonda men sursidim, hech kim borali yordam qilgan yo'q shu qizga. Bergan xudo demang. Yo'q, men so'rasam hech kim bo'lmas ularga deb. Gaz ballon beribsizlar bitta. Yo'q, gaz ballon emas. Ashkul tifalama bor berdi. Aytgan narsasini qilib berdi. Bitta bolasini operatsiya qilgizdik, ikkinchi bolasini ham operatsiya qilgizdik. Na, ularni aytmadik. 60 million bo'ladi aka. Siz bilmasangiz bitta demang. Yo'q, men so'radim, Ashkul nima keldi sizga? Gaz ballon desam, yo'q dedi. Borganda aytdi. Yaqinda operatsiya bo'ldimi, kim biladi shuni? Hozir gap necha ko'pchilik bo'lyapti. Sultonxonda. Ijtimoiy listida turgan kambag'al oila, bobosi yo'qotgan qariyalar, aka yomon gaplarga misol aytasiz. Qariyasi bor, bu yosh bolasi bor oilalarga berasiz dedi. Qolgan mashinasi borlar xususiy ochildi, xususiyda ochib qo'ydi dedi. Dashni to'ldirib ishlatib tursin vaqtinchalik dedi. Xo'p, to'xta, savol. Kecha nima kelgan mana u nishonbo'ga tarqatdilaring? Aytaq odamlarga bermadilaring? Doniyor akam chaqiringlar, javob beraman. Men o'qishdaligimda ham chiqibdi. Men Doniyor akam. Endi-da, men qara o'z savolingga javobman dedi. Savolingizga Qo'mondon qazir nechta xo'jalik yashaydi? Siz aytding, nechta xo'jalik yashaydi? O'zing ayt. 200 ta bormasa kerak, 100 ta bo'lsa kerak. 85 ta xo'jalik yashaydi. Raddom bilan bildi. Yo'q, radom bilan emas, bu katta yo'lni bir yog'i bo'lmaydi. Yo'q, 185 ta xo'jalik bo'lishi mumkin. Bitta sanab chiqyapti. Sanab ham chiqamiz, buni kerak bo'lsa. 2 mashina gaz oling, 216 ta bo'lsa. Ashikki 2 mashina gaz ballon tarqatdi. Unda men eshitganim, men o'zim ko'rganim yo'q lekin to'g'ri. 2 mashina gaz ballon ashta tugayapti. Yetti menimcha 100 ta xo'jalik borib yurganman xolos men. Bunaqa 185 ta qayerda yerda? Shuncha ko'chani qo'ydigina. Yo'q, mana bu ommonda. Mana hozir murojaat qilyapman, murojaat bo'yicha mana holatlarda murojaatlar mazmuni yaqin o'rganyapmiz. To'yga qarab ketyapti. Kelmayapti-da, gaz ballon emas mana. To'g'risi gaz ballon kelmayapti. Qancha vaqtdan buyon hali gaz ballon olmagan. Necha oy bo'ldi? 6-oy. Necha oy? 4 oy bo'ldi-da. 2 marta quydirib keldim-da. Uni o'zi borib, ha? O'zimiz borib quydirib kelamiz. Qachon nima bo'ladi? Mahallaga kelgan yo'q. Ko'rpani oyog'idan kirishadi, boshidan kirmaydi. Ashitdan bir chekkadan oxirgi konsobga ketadi bizning mahalla. Aytaveraman, bo'ldi. Doim mana shu gaz ballonni quydirib boshqa kirib, boshdan qaytib chiqib. Ha, chiqib ketadi. Keyin oxirida aytdi, bizniki eng konsobga oxirgi. Bizniki eng konsobga oxirgisi. Olib ketib bir xatada quydirib kelgan hali Baxtiyorjon. Aytaveraman ham.
Mana endi ham aytib bering. Shu gaz balon muammolarini to'g'rilab beringlar. Hatto kuydirib kelavermaymiz. Kambag'alman, tan olaman. O'g'lim nogiron bo'lgan. Ana Rossiyada ishlab kelaman. Aytaveraman. Nima bo'lsa bo'ldi. O'sha gaz idorasidan. Bo'lmasa portalga chiqarganlarni ham apga vang'illatib tarqatib ketdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Nechta odam mahallamizda portalga 3 metrdan telefon chiqinglar meniga aytaylik desam unashmadi. Yo'q, biz yana ishimiz tushib qolsa ko'zimizga tushsa dedi. Unga qanaqa chora ko'rish kerak? Ana, ashna bo'ldi. Shu gapiringlar. Gaz balon haqida. Voy, qilib shunga ketgan. Quvalida tez jo'nadi. Sizlar gapirib Nima deyman endi? gapirib o'ting. Tushunishdimi? Assalomu alaykum. Men ismim Sharobiddin, familiyam Qahorov Tolibovich. Men shu Qumtepa fuqarolar yig'ini fuqarosiman. Menda ham shu gaz muammosi, ertadan mana ko'mir masalasi kelyapti yana. Ko'mir muammosi ham bo'ladi hali bu yerda. Bu hammasi yechimi juda chiroyli yechilmaydi bizda bu yerda. Mana gaz kirganiga 5 oy bo'ldi bizning mahallaga. Xudo xolasa yana qancha kutamiz, Alloh biladi uni yaratgan. Eng erta kirgani 4,5 oy, 5 oyda kiradi. Kech kirgani 7-8 oygacha cho'zilib ketadi gaz. Bu birinchi simasanda, bu yangilik emas. Biz Qumtepa uchun bu narsaga biz ko'nikib ham qolganmiz anchalar. Ko'nikib qolganimiz uchun shu kungacha indamay yashab yuribmiz. Tanamizda jonimiz bor ekan, bir kunda ko'rarmiz degan anaqa borda hammamizda. Keyin yana bu masalaga o'tsak, ko'mir masalasiga kelsak, ko'mir masala ham shu yangi yilgacha hech etap yechilmaydi Qumtepada. Qumtepada yanvarda oxiri fevralga o'tganda keyin Qumtepalarga xalqiga ko'mir ko'radi. Ungacha ko'mir Qumtepa xalqi ko'rmaydi. Yolg'on emas, bu yerda men haqiqatni gapiraman. O'tgan yil men yurdim shuning ichida, o'zim bilaman qanaqa holatda gapirib, qanaqa paytda gapirib to'xtatishdi. Yanvar oyigacha qo'shnimiz mana Rahmonova Azizaxon hojonamiz o'tgan yili pulni bergan. Salkam 2 hafta bizni qo'limizda yurdi o'sha pul. 2 hafta bizni qo'limizda yurdi. Ana o'zi ham guvohlikda o'tirib, rasa 2 hafta degan tonnasiga 500 mingdan pul berilgan. Uyga kelib yo'l kira, pol kira hamma yo'g'i ichida. Tonnasiga 500 mingdan. Bu mahalla yig'ib bergan puldimi? Har xonadonmi yoqadi? Bu holat hojona o'zi bergan. Tonnasi 500 mingdan, erta sho'pirda yo'l kirasi-yu, hamma yo'q shuning ichiga kirib ketadi. Erta bo'lgan ancha-muncha chiqimlari ham shuning ichiga kirib ketadi. Ortiqcha pul olinmaydi keyin. O'sha bajarildi. 2 haftada bajarildi. O'sha unda ham yanvar oyida oxirroqida bo'lgan narsa bu. Qish tugaydigan mahalda, 2-oyini oxirroqida bo'layotgan ish edi bu. Albatta. Yanvar oyida fevralda yanvar oyida oxirroqida bo'layotgan ish edi. Men Qumtepa mahallasida yashayman, fuqarosiman. Rahmonova Azizaxonman. Qari 70 ga kirgan cholim bor, kasal. 3 oyda bir davolanib turish kerak. Kamiga operatsiya bo'ldi yaqinda. Bitta nogiron, 2-guruhda nogiron o'g'lim bor. Rosa ham gazga yomon qiynaldim. Hali kasalga eski ovqatni bermang degan doktor, yangi qilib bering degan. O'choqda qilaman hali dicha ovqatni. Yomon qiynalib ketganimdan men murojaat qildim. Bo'lmasa anaqa emas edim. Gaz mana qachon kelganini eslolmayman-da. Biz unaqa ochiqcha daromadimiz yo'q. Bir yerdan boshqa 1 so'm kirim yo'q. 800 ming pensiya men olaman, 1 million 100 pensiya xo'jayinim oladi. O'g'lim nogironligiga oladi, uni oyog'idagi haligi yuvadigan dekasan yangi kasal bo'lganda 40 ming edi, 120 ming bo'ldi. Uni oyog'ini har kuni qaynoq suv qaynatib, sovutib turib yuvish kerak. Doktor kesamiz deganda shunaqa tayyorlagan saqiri bor. Endi hali qiyin nimadaman. Endi to'g'risi bu qizlar ham hech ham bu gazi bormi? Bu uyda 3 ta nogiron bor. Qaraydigan odami yo'q deyishmadi. Gapni oldim, borgan nechinchi guruh bo'ladi? Nechinchi guruh bo'ladi? Ikkinchi guruh. Mahalla ijtimoiy ta'minotdan qanday ko'mak berib turadimi? Bir yil hali prezident ro'zada bergan 1 milliondan puldan qizlar olib borishdi. Endi o'g'limga nima berdi? O'g'lim borib 500 ming pul beribdi, bankdan oldi.
1 million deb berganiga ana shu dorisidan 2 ta yo 3 ta keladi-da. Hali bunday qaragan odamga rosa ham qiyin ahvol. Lekin biz hali o'zbekimiz oriyat qilib, birovga gapirmay, ichimizga yutib ana qilyapmiz. Gazga yomon qiynalib ketdik. Men 70 ga kirgan xotin o'choqqa boraveraman, o'choqqa boqib o'ylay hozir qayerda bor axir. Mana yo'limda yuribdi. Borib boqqanda tekshiraman desam, undan beri akes kasal bo'ldi. Undan o'zim mana kecha yaqinda больницаdan chiqdim. 21 saqir bilan больницаga tushib, 8 kun yotib chiqdim. Endi hali quruq pensiyaga qaragan odamlarga qiyinda baribir. Men Osmonov qo'rman, shu mahallada yashayman. Bizda mana faqat gaz xolos. Mana gaz ta'minoti endi bak 4 oy 5 oyda bir keladi, unda ham bittadan berilib böyle qilib masa qilinadi. Qolgan ishlarimiz yaxshi. Gaz mana endi u ko'mirga bundan baxil bo'ladi, iloji bo'lsa bo'ladi ko'mir. Qolgan suvlar, sivillar yaxshi hamma joylar. Ko'chalar asfalt. Yaxshi, rahmat hamma sizlarga ham boshqalarga. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, men Andijon viloyati Shahramon tuman Qumtepa mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisi Rahmonali Bursanbek Maqsudovichman. Qumtepa mahalla fuqarolar yig'inimizda 1022 ta xonadon mavjud bo'lib, 5315 ta aholi istiqomat qiladi. Bizda asli ko'p qavatli uylardan iborat bo'lib, Qumtepa mahalla fuqarolar yig'ini asosan tashqari mahalla fuqarolar yig'inlaridan ko'chib kelgan fuqarolardan tashkil topgan. Asosan qo'shni mahalla fuqarolar yig'ini, Nazar Mahram mahalla fuqarolar yig'ini, Xoldivonbek, Terakdagi, Taraqqiyot, O'zbekiston, Tegirmonboshi mahalla fuqarolar yig'inidan ko'chib o'tgan fuqarolardan tashkil topilgan. Qumtepa mahalla fuqarolar yig'ini aholisi Pashta Qumtepa mahalla fuqarolar yig'ini Qumtepa ko'chasida yashovchilar o'zini haqiqiy oldingi fuqarolar hisoblanadi. Bizda hozir muhtaram prezidentimizning farmonlari asosida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik masalasida ishlar olib borilyapti. Fuqarolarimizni qanday murojaatlar bo'lsa, murojaatlarni o'rnida yechib borilyapti. Gaz balon masalasida o'zimizning hududimizda Qumtepa mahalla fuqarolar yig'ini hududida gaz tarqatish nimasi shoxobchasi mavjud. Bu yerdan Qumtepa mahalla fuqarolar yig'inida shu o'rtada uzilish bo'ldi. Buxoro gazi nimasida qandaydir shu holatga kelib shu kunda har yili qandaydir remont ishlari olib borilar ekan. Shunga kelib jinday uzilish bo'lganligi sababli Qumtepa mahalla fuqarolar yig'ini hududida ayrim ko'chalarida gaz yetkazib berish jinday cho'zilib qoldi. Bu holat oldin bo'lmagan, endi hozirgi holatga kelib turib cho'zilib qoldi. Qishki mavsumda ko'mir tarqatish masalalari bo'yicha bizda aholi soni ko'p bo'lganligi sababli o'tgan yilgi qishki mavsumda ko'mir tarqatishda fuqarolarimizdan bizni Qumtepa MFga tegishli bo'lgan 800 tonnaga yaqin ko'mir qop ketdi fuqarolarimizga. Fuqarolarimizga so'raganimizda shu ko'mir olishni nimasi bo'lmagan, ehtiyoj bo'lmagan, shu sababli qoldi. Hozirgi kunda Qumtepa mahalla fuqarolar yig'inida ishsiz deyapmiz, ishsiz fuqaroni o'zi har bitta fuqaro rasmiy ishda bo'lmagani bilan, lekin rasmiy ishda ham juda ko'p aholi, rasmiy ishda bo'lmaganlari kerak bo'lsa har bitta o'zini ro'zg'orini boqishda hech qanday kamchilikka duchor bo'lmaydi. Muhtaram prezidentimizni, muhtaram Shuhratbek Qo'shaboyev viloyat hokimimiz Shuhratbek Qo'shaboyevni, tuman hokimimiz Hikmatullo Hobichni topshiriqlarni o'rnida bajarib, vaqtida kuz-qish mavsumini chiroyli yettilik, chiroyli fuqarolarni qish mavsumidan olib chiqib ketishga va'da beramiz.